Assalomu alaykum 12 YouTube kanali obunachilari. Bugun bize o'zlarimizni Xorazmdamiz. Men Xitoy mashinalarini bo'lgan o'zimni bo'lgan fikrlarim bugun 100% o'zgarib ketdi. Sizlarning ham o'zgarishi tabiiy. Bunga sababchi bo'lgan Chang'an. Urganchdagi Chang'an Urganch avto saloni bo'ldi. Bu salonda juda go'zal mashinalar bor ekan. Bir qator test drive'da turgan mashinalar ham bor ekan, kapital turibdi. Men o'zim video davomida ko'rsangizlar bo'ladi. Vobshe boshqacha. Boshda video tushirishdan burun bir qator o'rganib chiqaman, keyin video qilaman yaqinlar. O'rgangan vaqtimda men Xitoy mashinalarini bo'lgan o'zimda bir sevgimi, muhabbatim paydo bo'ldi bu mashinalarni ko'rib. To'liq videoni albatta ko'rib ishlang, so'rab qolaman, o'tkazib bermanglar. Hamda bu yerda trading xizmatlari, ya'ni barter xizmatlari ham bor ekan. Xohlasangiz Gentra zapkanglar, bu mashinalardan minib ketinglar. Cobalt zapkanglar, minib ketinglar. Bozor bahada, zo'r bahada baholab olamiz deb turibdilar. Qani ketdik yaqinlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Biz yaxshi. Nima gap sizda? Xudo xolasa yana Toshkentda borib o'tirmizsa, to'g'ri o'zimizga kelaverasiz yana. Yaqingina o'zimizga 30-40 kilometr chiqadi Urganch. Bu yerda mashinalarni bir depol emas, nalari ko'p ekan-a? Har xil mashinalar bor. 7 xil modeli bor. 7 xil modellar bor. Bu mashina ichki mashina. Bu Depol SL03 bu sedan varianti bu. Bu gibrid bo'ladi mashinamiz. Orqa pirvod bo'ladi. 100 sekundda 7,5 sekundda chiqadi. Benzin rasxodi 4,5 litr. Shunda bu gibrid bu. Gibrid bo'ladi. Tokda 215 km, benzinda 1000 km yuradi mashina. Benzinda. Obshi 1200 yurib beradi. 1200 ga qolishi mumkin emas. Mashinadan hech kimda lidarlari bor ekan, asosan to'liq funksiyalar bor ekan. Asosan olamiz, o'zimiz ko'p-ko'pmiz. Ha, aksessuarmi bu? Ha, o'zimiz ko'p-ko'pmiz. Lekin buni lidari men joylashgan bo'ladi. Просто videochun ko'p-ko'pmiz. Obrazsiz variantlardan bu ikkisi. Obrazsiz. Ha. Ichki ko'rinishlari shunda bu 1200 bir nima bilan, zapravka bilan. Polni bak benzin, polni bak zaryadka bilan 1200 yuradi. Ichki funksiyalari bor endi bunaqa. Funksiyalar yo'q narsani yo'q. Undan o'zida qilgancha. Nima bo'lsa bor deysiz. Pullarni ichida. Display deysizmi? Pul 386 million, naqd pul olsa 30 million skitkasi bor. 386 milliondan 30 milliondan atashimiz undan. Naqd pul ololmadim bo'lsa. Ha, shunda demak 353 million so'm pulga ketaveradi. Ha. Kredit bo'ladan bo'lsa ichki oladi. Kredit bo'ladan bo'lsa 10 million skitka ataladi. 10 million skitka. Ba'zi skitkasi bor, kredit bo'lsa. Bor. Lekin shu oyning oxirigacha bu skitkalar. Sentyabrgacha. Ha, yana qarang. Barter bo'lsa ichki oladi. Masalan, trading xizmati bo'lsa. Trading farqi yo'q. Nechik mashina qatnaysa hisoblab olamiz. Hisoblab olasiz, buni berasiz. O'zi xolida berdan qaysi mashina xolasa, shundan ketadi. Bu sedan variantimiz. Buni endi crossoverlar ham bor ekan, bu yoqda. Biz buni как Malibu deb olsak, buni Equinox deb olsak, bu crossover, bu esa sedan. Aytganingizdek, Malibu bilan Equinox ham salon ichi bir, sirtida farq etadi. Bular ham shunday. Bular ham shunday. Buni razgollar 7-6 gibi güçlü ekan qo'yadi. Orqa pirvod ot kuchi 266 kuchi bo'ladi. 266 kuchi. Equinox bilan solishtirsangiz 236 kuchi. Bular 260. 1.5 atmosferni bo'ladi, orqa pirvod. Eng zo'r yeri metan ham qo'ysa bo'ladi mashina. Metan ham qo'ysa bo'ladimi? Ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Plastik buni ishlarini bir qator ko'radigan bo'lsak, gap emas. Lekin menimcha metan qo'y desa hojat ham yo'q. Shunda benzin rasxodini o'zi 4,5 litr. Metanizdan ham arzon tushadi 100 km. Mashina ham turibmi bu? Mashina aslida konditsionerlar ishlab turgan bo'lsak, avtomatik qo'shiladi. Ha, mashina ichidan mensak, konditsionerlar qo'shiladi avtomatik. Salonni o'zining gradusini qarab. Ma qarayman. Sidana massa, sidana qizdiradi, sotadi. Masalan, monitorning kattaligi televizor ekan bu yerda vujud. Telefonni ulab berib o'ynab-o'ynaversa bo'ladigan bunda. Endi aytganingizdek, bunda ya siz solishtirib turibsiz-da. Equinox boshqa. Bu mashinalar bilan solishtirib qo'ymaydi lekin men o'zim. Yo'q, endi bu mashinalarni men sotib yuribmiz, yana ko'radi obunachilarimiz. Lekin bundagi funksiyalar menimcha bu ishlatilgan kapsidan funksiyalar ham boshqa bunda. Ha. Hamma knopka bunda. 360 kamera deysanmi? Face ID ham bor. Panorama. Bu ochiladi-ku ko'ndi shunda. Yo'q, shisha bo'lib turadi. Shisha bo'lib turadi. Ha. Gap yo'q. Face ID notaskari. Chedana kamera bor bunda. Kameraning soni ham ko'p chiqqan o'zida. Kamera ko'p lekin. Obshi qo'shganda bir 10 dan ham kamerasi bor. Yurishini siz o'zingiz bilaman. Yangi ko'rdim. Bu mashinalarning garantiya haydab ham ko'rgansiz bularni. Kilometr. Birini olib ketdik. Haydam aka. Yurishi ham sport, ham klassik, ham oilaviy mashina. Arkasi nima ochiladi endi? O'sha 100 da batıran vaqtida gaz bassa sidra yapishtiradi hech qilib. Zaryadchiklari nelar emas, o'zingizda ulansangiz berasiz. Ha. Endi bu pokaz uchun menga endi aytib o'tganim bularni ko'p-ko'pmiz.
klientlar uchun, görüşlər uchun hamma aksessuarlar bor bizda. Lekin gen vaqtda bu poliklar gelmeydi o'zini. Servis xizmatlarini ichki. Servis 3 yil garantiya beramiz, 120 ming kilometr esa. Servislar bor. Servisi- Zapchastlardan muammo yo'q. Zapchast joydan topiladi. Sababi bu Hazrat Davud yetishim bilmaydi. Shu narsalardan biz ham xalqimiz birinchi o'ylaydigan narsasi shu. Servis xizmatini ichki oladi, balonni ichki oladi, falan. Bir mayda ichida ish topsa ustalar ichki oladi. Bu narsalar уже o'rganishdan o'zina keldi, to'g'rimi? Hammasi. Shu yerdan bitadi. Bor, muammo yo'q. Pul tarafimizni ichki nima? Pul tarafi Puluncha so'm buni. 399 million 600. Bunlara skidcha yo'q. 399 million, 600 ava. 399. Kredit alaman desalar shu pul chiqadi, rasprodasiya alaman desalar 399 ga chiqadi. Bu demak hozir xalqni sevib turgan mashina dim ko'payib ketdi lekin shu mashinadan. Shaharda ovozi ko'paydi. Shaharda вообще dim ko'payib ketdi. Xudo xolasa Changan Urganchini ko'rib tursak-ku. Xorazm oblosi bo'yicha xudo xolasa birdan ofitsialniy diler bu ham bizlarimiz shu. Balki shu mashinadan men boshqacha variant. Bu ham shu pozitsiya. Shuni o'zi. Balki shundanmi bor? Bu ham shu, rangi boshqacha. Shu rangi. Mana qarab biz gon svet deymiz-ku. Men o'zimga lekin bu вообще bir boshqacha ko'rinayotgan bunda bu mashinada. Ya ish fonda bir go'zal ko'rinadi. Qora elementlari ko'p, shuning uchun bu mokr rangidan ajralib turadi-mi? Bu tonirovkalarni urib qo'ysa, mashina hech narsa kerak yo'q bunga. Yurishi, rasxod MSS'ini aytdik. Sidenlar bejivi boshqacha ekan. Mana xuddi shunda gapirdik, men boshqacha qarab keladigan variantlar ham bor. Qaralar bor, tamom bo'ldi, hozircha yo'q lekin. Komplektatsiyalari bormi mana boshqacha? 3 pozitsiyasi bor bu. Birinchi pozitsiyada dissiyasida farq etadi. Uchinchi pozitsiyasi yo'q, to'xtatiladi. Kuraz 1 bilan 2 bor. 220 uyda zaryad beradigan bo'lsak, necha soatda to'ltiribdi bu? 4 soatda dolaradi. 4 soat. Endi kechda qo'yib olsam, dalasam degan gap yo'q. 4 soatda doladi. 4 soatda doladi, shu zaryadga qilib kelsam yetmaydi. O'zini uzadi, ya'ni iPhone zaryadchiklari zaryad berib yotmaydi. İçinde 7 kilo altı zaryadkalarni qo'shib beramiz, yana zaryadkalar beriladi. Balonlari 20 lik ekan, ha? Ko'chada biz tez zaryadkalar qo'ysalar 15-20 minutda 100% doladi mashina. 15-20 minutda ko'chada qo'ysa 40-50 ming so'mlik tok ketadi, uyda qo'ysalar 15 ming so'mlik. Berga chetdagi ham shundanmi, boshqachasindanmi? Yo, Dipal S17 deydi. Mana shundan, 07 dan emas, S07. Ha, S07. Ha. Hammasi shundan ekan. Bas, demak Changanda yana ko'pchilik shu mashinani tushunaradi. Yana bizda haqiqiy Changanda uzan bor. Bular gruzovoy bo'ladi. Biznesmen, tadbirkor, yana pulni urib ishidan biratlab oladi-ku. Mashinaning pulini bemalol o'zini topib turaverasiz. Eldan 50 million to'laysiz, oyina 3 million 290 to'layverasiz yana. Arendaga chiqarib bersam o'zini pulini o'zi topadi. qiziqi bu shot spravka o'zini adini yozib berasiz. Birinchi qo'lobkita deyishadi. Göz o'tgan mashinamiz oldidan shot spravka yoziladi, birlamchi kredit bo'lib chiqadi. Birlamchi kredit bo'lib chiqadi. Qarang, o'shunda 50 million bo'lsa, endi grafiklarni ham chiqarib qo'ysiz. Grafiklarni ham chiqarib qo'yibmiz. Fosfik bu yoqda ko'rsataman bo'lsa, o'zi avtomashina naqd pul olsa qancha so'm? 173 million, 5 million skidkasi bor. 5 million skidkasi bor, naqd pul olsa. Naqd pul olsa. Buni qarang, bu prava bilan ponni nima desam bo'ladi, svet ham zo'r, bu taraf, orqa tarafini 290. Keyin mana qarang, bizning xalqimizda da bir narsa bor, bilasizmi endi. Metanni ichki bo'ladi bu narsaga. Qo'ysa bo'ladi. Problemasi yo'q, yo'q, o'zlarimizga qo'ysa garantiya ham bermaydi mashina. Ha, o'zingiz ham qo'yib beradigan narsa bor unda. Demak, kelishiladi. Ha. Gap yo'q, ko'rib tursiz ekan, mashina qarang, xohlasangizlar 2 so'mdan yuk oladi. Naqd pulingiz sal kamroq bo'lsa, bu endi tadbirkorlarni bilaman. Puli bo'lsa ham, bu yerda pulni qo'yadidan, pulni toptiring deydi-da. O'sha uchun bosalsaga 50 million so'm pullar bo'lsa, endi grafiklarni hozir ekranga chiqarib qo'yamiz. Oylik to'layman qarang. 3 million 298 ming so'm endi ham yozilib turibdi. Afshim. 5 yil chiqadi, to'g'rimi? Ha. Salonda konditsionerlar ham bor. Konditsioneri bor, oynalari knopka, sinirlari yumshoq, tablolar elektronniy, mikrofon deyishlar ham o'zi bor. Eng g'alati ABS ham bor mashina. ABS tormoz. O'lsa o'lsa yaxshi ekanda, undami? Bosa bo'lmasa ham sakramaydi ham bular ko'p. Labolari sakraydi. Yana balonlar ham mehki o'zi. Kattaroq balonlar keyin. Mehki balonlar. Haloyi yumshoq. Bir tonirovka urib beradi. Biz birini ko'rib turibmiz. Masalan, obunachilarimiz ko'radi endi. Bormi buni izi? Izi ko'p, har xil svetidan bor. Sklatdan borib ko'ramiz, sklatdan buning katta varianti bor. Sklatdan ham ko'ramiz hali. Sklatdan bor. Sklatda hali yana 5 xil model mashinamiz turibdi, sklat o'zida. Beda yo'q mashinalardan 5 xil modelimiz bor. Okay. Ha. Bunda ko'rib turibsiz, beda men hozir 7 xil deganda bo'lgani 2 xil mashina ko'raylik. Demak, hozir sklatda yangiliklar ko'p. Ha. Shuni o'tkazsak bo'ladi unda. Ha, videoni oxirigacha ko'rsalar, sklatdan girib tushirib beramiz hozir. Ketdik shunda jon. Ham olib oldik. Avatardan kinoni ko'rgansiz? Ko'rganman, Avatardan kinoni ko'rganman. Lekin Avatardan mashina ko'rganmisiz? Birinchi marta ko'rishim hozir. Birinchi marta Xorazmda biz aytganlik, xudo xolasa biz dillerimiz mashina polni garantiyalarini berib o'tamiz. Ya'ni aytganimizdek, buni eshiklarni qarang. O'zi ochiladi bu eshiklar. Bu mashina o'tirib qo'ysangiz bo'ldi, mashina o'zi yuradi buni. Даже minasdan samolyot ekan-da. Даже minasdan o'zingiz o'tiring. Voy voy.
O'tiringdan tormozni bir basing. Yine Mana. Eshikni ham yopib qo'yadi. eshik yopildi. Sidin ham o'zima tuzildi-ku. Sizlar ham tuziladi. Aynalari bezramishni, Knopkani urib olsangiz eshik ochiladi eshik ekan. asaladi. Qarasaz qo'ldan aspektlar asini. Hech narsa yo'q. Qaranglar bu mashina. 4 tarafidan sidan massajchasi bor, qizdiradi, sovutadi, ish qilib. Yo'q qo'yasiz o'zi yo'q. Orqasına qarang. Odam o'zini yaxshi ko'rib ketadi-ku bu mashinani mingan vaqtimda. Yashasan. Yashasing keladigan mashina ekan bu lekin. Ya Jonkam mana dedi-ku. Sevaman dedi o mashina ekanligini men buni daliminini ko'rmadim. Bu yana nechik bedat akkumulyator mi bu endi? Bu yana zaryadkalarlar bor, uyda qo'ymoqqa. Uyda qo'ymoqqa zaryadchiklari hammasi bor ekan buni. Buni endi afzalliklari nechkaga bu gibridmi nechik bo'ladi? Bu afzallik tarafi gibrid bo'ladi, ham benzinda, ham nima deydi? Tokda yuradi. Ham benzinda ham tokda yuradi. Общий 1200 ni yuritib beradi. 1200 1300 ham boradi. Shunda bir marta zapravkani uramizdan Toshkentdamiz-ku unda. Toshkentdan kilometrimiz yetadi. Xorazmdan Toshkentga gap yo'q. Ba'zi Belejemchikdan suvib etganing. Bu Aksimchik avashi. Belejemchik. Bu sedan varianti, bunda Avatar 07si bu yana. Bu balandroq crossover. Crossover. Bular balonlar nechkinda hammasini? Bolalari 21. 21 ang. U shuning uchun bir bagati bir katta ko'rinib turgan ekanda mashina. Вообще dim ideal ekan. Mashinani bir yaxshi deb tushirsang 14 ya 15 tane kamerası bor mashinada. Krugoy ham yerinde. Kolonkalar ham shunday. 15-16 tane kolonkasi bor. Subwooferi bor o'zini. Bu unda 360 kamera so'ng nima bor bunda? Lidarlar ham bor. Lider bor. Lidarchiki bor ekan buni. Lidari ham oldinda bor, ham orqasida bor. Shunda bu avtopilot ham bormi bunda? Avtopilot ham bormi? Har balasi bor. Yo'q, hozir yo'q. Unda bu mashina kosmik kema bu. Kosmik kema. Ya. Ishlardan monitor bormi? Yanadi shu yerda. Ya bir boshqacha Xitoyning boshqa mashinalarni ishlab turibdilar-ku Toshkentda. Ona yanında o'tirib aydatibning, remenni urmaydi endi deb. Shunday desam bo'ladi-ku bunda Xorazm ichida. Ponni basaveradigan mashina ekan. Xorazm hozir bu 50 dan ziyod nima qo'yatdilar. Remen uradigan kamera qo'yatdilar. Shu yaqinda o'tirasan remeni urolmaydi. O'zi yuradi mashina. Endi buni pullarini nechaytamiz? Pullarni so'ng aytamiz ya bir qatordan olib chiqamiz. Mana skidkadagi bahosini aytamiz. Ha bu skidkada turibmaydi, shu ko'rinishini. O'zini bahosi 633 million 700 ming so'm, skidkadagi bahosi 86 million 800 ming so'm. Skidkada 586 million 700 ming so'm. 800 ming so'm. 7-800. Nechga olib turibdi? Naqd, nechga? Xalosalar naqd, kredit, rassrossiyan bor xalosalar. Kreditdan rassrossiya ham chiqadi. Rassrossiyan bor. Ya trading xizmatlarini ishlatib Trading ham bor. Xalosalar o'zlarini inomarka bo'lamiz, JM bo'lamiz, ikkisalik sotib olamizda beraveramiz. Shunda siz ham mashina turiga qaramaysiz o'g'lon, trading xizmati. Yili farq yo'q bizlar. Olib kelasiz, bozor baholanadi, ko'rib tursa, endi bu samolyotdan o'tib ketaverasiz. Haqiqatan samolyot ekanligi bu. Shuningdek, Avatar dedingiz buni? Avatar. Ina. Avatar. Avatar kinodagi Avatar bu. Avatardan bir de esi bo'ladi-da, Avatar. Bu Avatar. Bu crossover shunda, ya. Crossover. Arka taraflari boshqacha. Bundan shu funksiyalarning hammasi bormi bunda? Bir xil ikki sava. Bir xil bo'lgani bu endi crossover xili. Bu crossover ava. Uni men rollarni besh ketdim. No'da olib, ilhom olgan edim. Ya kosmik kema rullari nima bo'ladi? 4 bo'ladi bu. Buni puli nechkinda ag'a? Buni puli o'zining bahosi 712,5 million. Skidkadagi bahosi esa tak 659 million 700. 659 700. Xolos hozir videoda bundan buni obzorlarini, ishlarini hammasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mashina dim ideal ekan, lekin Xitoy boshqa nalarni o'ldirib tashlayacak, to'g'risida boshqa mashina bizneslarni. Bunda sedan variant bor. Bu modeli Nevo deb aytiladi. Nevo N07. Nevo. Buni bahosi 402 million so'm, skidkadagi bahosi 369 ga tushadi. Bu Xitoy uchun 360 kamera, boshqa da narsalar yangilik bo'lmay qoldi, umuman. Hozir buni balonlari Michelin balondan chiqqan. 369 millionlik mashinada hali Michelin balon hech qaysi mashinada chiqmagan bo'lsa kerak. Bundan tashqari temboli eshik davotchilar ham bor yana. Diskalar ham quyma ekan buni, qara. Yo'q, eshiklardan tortib oladi o'zi. Bezramishni oyna, sidan massaj, sovutadi, qizdiradi. Bu narsalar bu mashinalar uchun hech narsa emas, bu yangilik emas. Sidana sovutishi, ya massajkalari. Endi sanab tursak bizga qo'limiz yetmaydi. Vaqt ham yetmay qoladi, necha funksiyalari borligini. Head-up display deysizmi, ishqilib. Bu uzunchalik sedan varianti bu. Bom gibrid. Gibrid. Arka bagajlari kelgan buni. Hammasi knopishni. Ko'rib tursa, ixlos bilan bir ko'rsatsanglar galaring. Arka taraflarda yana datchiklar bor.
Mümkün emas. Bu yandan ko'p narsa sig'adigan litram. Daha bu maşından metan ham koysa bo'ladi agar. Metan koyup bo'ladimi deydi odamlar ham chiqadi hali. Yo'q, Polni koysa bo'ladi. o'zi elektromobil, gibrid. Bunga metan ham qo'ysa bo'ladi. Hava. Yo'q, bu Xitoyning zet tozadi bu. Eng afsonaviy ko'rib tursa, biz hozir issi yerinde, biz yani skladning o'zindamiz. Bu narsalar sizlarni kutib turibdi. Endi bu yanda bular ham hammasi sizdan-ku, to'g'rimi? Hava. Bular endi salonda var, Salondan salonda bular. turibdi. Az bular salon hali girizmadik, toza geldi bular. Bular toza. Endi yangi. girizamiz salona. Bular salonda hozir. Bular shundan yangilik arkamizda edi. Hava. Bazı bir ko'rsatib tursiz, masalan, gelsalar yana bormi? Bulardan? Hava izi ko'p. Izi ko'p, ha? Hava. Pullari shuna. Bizimdan satıp bo'ldi, şu bir dana kaldı. Az yana izine yana getir. Boshqa saranglarni. Ketgan narx deb tursiz, u qachongacha amal etadi? Necha oladi ular ish? 30 sentyabrgacha amal etadi. 30 sentyabrda. Masalan, shunda 17 sentyabrdan ko'rib tursa, 30 sentyabrgacha aksiya narxda ketadi ekan. Ağa bir de aytılmagan gap qolmadimi menimcha? Yo'q, yine hammasini aytib o'tdik. Salonda yana eseddilarni ko'rdik, esuvchilar bilan. Gurzavoyda yine bandı göstermiz. Bandı ullu variant ham bor, ko'sabal ulusi. Ya salonda turgani, buni kichikroq variant edi, bu ulluroq variant. Buni bahası 283 milyon. Bu yana baribir bu shu 3,5 tonnalık-ku. Hava. Bu prava bilan desa bo'ladi mana. Hava. Ponni. 3,5 tonnalık muammo yo'q. Hozir prava lazım bo'lsa, ya'ni bo'si boshqa so'rab o'tirmaydi bunga. Buni ulluligini qisqartirish uchun ya salonda turgan mashinani ponni ichine yuklasa bo'ladi. Yo'q, İçine sig'adi shu bortini. Onda çisti ya xozmakchilar borku, magazinchilar, tadbirkorlar. Bosadigan yeri. Ko'sabal oldi. Pulni qisasi Yükni bosaveradilar 283 milyon. 283 milyon. Bu kredite, rasurishga bundan ham bor, ha? Hava. Maşının funksiyonlaridan kondisioner, bu ana knopkalar aytib o'tish shart emas, obezlar ham bor mashinada, rullari, gidrolika, даже monitor, pultlarni ochadi. Pult tasib aytiladi. Ko'rib turibsan yana. Elde Nvidia'm yurib tursa derski. Bir tonirovkani urib beradilar. Kondisionerlar ishlatib. Zentrada funksiyalar bor bu mashinada. Даже shu Cobalt Zentralni sotib turib ham biznesga ko'parsa bo'ladi masalan, kredit olib turib. O'zini pulini o'zi topadi mashina. Alik to'lam ham ko'p kamay chiqqan unda pul bilan Kam kelsa chiqadi, aytganimizdek. Masalan, shu 150 million pullaringiz bo'lsa, уже alik to'lam ham kam chiqib ketadi, rasurishga chiqib ketishi ham mumkin. Gap yo'q. Menimcha aytiladigan gaplarni hammasini bir qator aytsangiz, Shu hammangizni avtozonda kutib qolamiz. Telefon nomerlarimiz bo'lsa pastga yozib qoldiramiz. Telegram, Instagramdan ham ponni yozsalar javoblarni beramiz. o'zingiz yana Instagramimiz ponni ishida, Instagram bor. orqali ham direktdan yozsalar bo'ladi. Ha. Xudo xolasa Instagramdan videolarni ulab qo'yamiz. Like'larni bosib, kuzatib qo'yasiz. Ham desa, endi inomarka mashinalarni haydayman desangizlar, o'zlarimizni uzoqqa ketib bir shart emas, Toshkentda. Daryodan bu yana o'tamiz, 50 kilometrda o'zi shu mashinalar haydab ketaverasiz. Probeglar 0, sizdan kutib turibdi yaqinlar. Garantiyalar bilan taqob beramiz. Eng g'alonisi mashina adlarga chiqadi. Birlamchi kredit bo'lib, adlarga shot strap yozib beramiz. Masalan, naqd pul oladigan bo'lsalar, sразу bitib ketadi ishlar. Endi vaqt ham yetmaydi. Salonni o'zidan estovni kutib o'tirmay haydaydi ketadi. Mashina yaxsa bo'ldi kelib. Hava. Xalosalar edib ham kiraveradilar. Ko'rdingizlar-ku? Like-ni bosib uchirib beraveradigan yeri. Avatar avtomashinasini Billings, James Suyetini yoki Gun Suyetini qaysi birisini olgan bo'ladingizlar? Eng qiziqarli aytib o'taman, shu avtomashinalarimiz ikkisi ham orqaga tortadigan driftni bosib beraveradigan yeri. Driftda qiziqadigan ishga bozorda ish videoni yuborib qo'yasizlar bor. Mashinaning go'zalligini ko'rdingizlar? Like-ni bosib yuborib beraveringlar.